Assalomu alaykum. Hammaga kanalimga xush kelibsizlar. Barchangizni o'z kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun biz sizlar bilan juda ham mazali, tovada pishiriladigan uyg'urcha go'shtli non tayyorlaymiz. Demak, boshladik. Barcha ishlatgan mahsulotlarimni opisaniyada yozib qoldiraman. Videoni tomosha qilib bo'lganingizdan keyin bemalol kirib ko'rsangiz bo'ladi. Eng avvalo unimizni elab olishimiz kerak bo'ladi. Unimizni elab bo'lganimizdan keyin ketidan tuz solamiz. Endi qaynagan suv qo'shishimiz kerak bo'ladi. Qaynagan suvimiz qancha issiq bo'lsa shuncha yaxshi, ammo lekin gazda qaynab turgan suv quyilmaydi. Qaynagan suv quyiladigan bo'lsa, birinchidan qo'limiz bilan ishlov berishimiz o'zi qiyin bo'ladi. Asta-sekinlikda unimizga suvni 2-3 bo'lakka bo'lib olib ham quysak bo'ladi. Suvimizni quyib olganimizdan keyin birinchi qoshiqda yaxshilab aralashtirib olib, ana undan keyin zuvli qilishni boshlaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, chiroyli bir xamir qorib oldim. Endi bu xamirimizni bo'laklarga bo'lib olishimiz kerak. Bo'laklarga bo'layotganimizda ham skоворodkamizni katta kichikligini hisobga olib bo'lishimiz kerak bo'ladi. Hammani skоворodkasini razmeri har xil, shunga qarab yo kattaroq yo kichikroq qilib zo'rachalarga bo'lib olamiz. Endi bu xamirimizni ustini yopamizda xohishga ko'ra bir chekkaga olib qo'yamiz. Endi xamirimizni ichiga soladigan mahsulotlarimizni qo'rib olamiz. Piyozimiz tillarang bo'lguncha qo'rib olishimiz kerak bo'ladi. Shu joyda eslatib o'taman, piyoz qo'rilayotganda hech qachon olovimiz baland bo'lishi kerak emas. Agar olov baland bo'ladigan bo'lsa, piyozimiz chetlari juda ham tez qo'rilib ketib, piyozimizni hisobiga butun bir nachinkamiz ta'mi taxir chiqib qolishi mumkin. Piyozimiz tillarang qo'rilib bo'lganidan keyin ketidan qiyma solamiz. Tabga ko'ra tuz, murch solishimiz ham mumkin. Endi nachinkamizni qovurib tayyor qilib bo'ldik. Albatta nachinkamiz sovuq bo'lishi kerak, bo'lmasa xamirlarimizni ichiga solganimizda nachinkani hisobiga xamirlar bir-biriga yopishmasligi mumkin. Xamirlarimizni yopgan non kattaligida qilib yoyib olishimiz kerak bo'ladi. Mana xamirlarimizni ikkita-ikkitadan qilib, juft qilib yoyishimiz kerak bo'ladi. Endi o'rtasiga nachinkamizni solamiz. Nachinkamiz e'tibor beramiz, sovigan bo'lishi shart. Nachinkamizni hamma joyga bir xil qilib yoyib chiqqanimizdan keyin ikkinchi xamirimizni ustiga yopamizda, videoda ko'rib turganimizdek chetlarini burab chiqishimiz kerak. Agar chetini shunday qilib bura olmasangiz, oddiygina vilkada ham bostirib chiqsak bo'ladi. Eng asosiysi xamirlarimiz ochiq qolishi kerak emas. Agar xamirimiz ochiq qoladigan bo'lsa, tovada qovurilayotgan paytida o'sha ochiq qolgan joylaridan masalliqlarimiz chiqib ketib qolishi mumkin. Endi o'rtacha yog'da nonlarimizni qovurishni boshlaymiz. Olovimiz juda ham baland bo'lishi kerak emas, o'rtada oshib ketishi kerak emas. Mana xamirlarimiz ikkala tarafini ham ko'rib turganingizdek, bir xil qilib qo'rib olishga harakat qilyapmiz. Nonlarimizni ikkala tarafini qovurib pishirib olganimizdan keyin endi dasturxonga tortsak ham bo'ladi. Bu nonni eng mazali bo'lib yeyilishiga yana bitta sabab, nonni oldiga ozgincha achchiq sous qo'shadigan bo'lsak, juda ham mazali bo'ladi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Hamda aynan shu videoni yoqtirgan bo'lsangiz, shu videoga like bosishni ham unutmang. Keyingi videolarda yana ko'rishgunimizcha xayr, salomat bo'ling.